Do'stlar, ko'chada otishma bo'lyapti. Voy, qo'rqdim. Turkiyadami? Voy, tavba. Uyga kirib kelmaydim ishqilib. Tinchidi. Odamlar qiziq ekanda o'zbegimiz. Qaranglar, O'zbekistondan chiqaman, zo'r bo'laman degan odam bo'lsa, hamma yiqitishga harakat qilar ekan. Ko'ryapsizlar, mana hozir yurtimizda har xil noxush voqealar bo'lyapti. Bir-biri bilan urushgan nimadirlar bo'lyapti. Hammasi o'zimizda ayb, hammasi o'zimizda. Ko'ra olmaslik. Qo'yib beringlar, nima bo'lsa ham qo'yib beringlar. O'zimiz uchun javob beraylik. Mana orqamdan juda ko'p insonlar gapiryapti. Sen odamni, xalqni aldayapsan. Nima deb aldayapman do'stlar? Nima deb? Do'stlar, bo'layotgan voqealar hammasi Alloh ko'rib turibdi. Allohning yo'lida ketyapman. Agar yomon ish qilsam, Alloh meni qaytaradi. Bir qadam ham tashlatkizmaydi. Buni fikrlaylar. Do'stlar, masalan, mana Ronaldo O'zbekistondan bo'lganda qanaqa faxrlanardilaring. Shunaqa insonlar chiqsinmi, harakat qilsinmi, o'zidan o'zi chiqib qolmaydi. Xalq ko'tarish kerak. Xalq naboratiga chopyapti-yu. Do'stlar, Qirg'iziston, Qozog'istondan yozyapti menga. Qancha bizdan bolalar sizga o'xshab piyoda chiqyapti umraga, lekin sizdaqa ko'tarilib keta olmayapti, deyapti. Endi fikrlaylik, Alloh hammani ham elni nazariga sola olmaydi. Mana Qirg'izistondan kuzatyapti muxlislarim, Qozog'istondan, Turkmaniston, Tojikiston. Shuncha dunyo, yumaloq dunyodan, yer yuzidan bitta Allohim meni O'zbekistondan o'z uyiga piyoda chaqirib, mana shuncha kundan beri yurdiryapti. Omad deylar, men hech kimni yomonlab gapirib chiqmayman. Ko'pchilik aytayapti, atvet qilmayapti, demay rost ekan deyapti. Nimasiga atvet qilay? Meni katta insonlar kuzatyapti. Respublikadan kuzatyapti. Har bitta gapimga javob beraman. Ular bilan olishib yuraymi? Bir marta atvet qildim, mana uyimga militsiya bordi. Kim turib berdi orqamdan davay deb. Qayerdaysizlar bo'pti, yomonlab chiqaman, lekin o'zbek deb qanaqasiga yomonlab chiqadi? Qanaqasiga? Mana Qirg'iziston kuzatyapti. Xohlagancha yomonlasin meni. Lekin boshqa davlat ko'rmasa ularni. Hamma davlat kuzatyapti. Yurtimiz uchun, vatanimiz uchun, oilamiz uchun faqat oldinga. Yo qo'limni ko'tarib qochaymi? Shuni xohlaysizlarmi? Lekin men uyda piyoda dedimni, piyoda. Mard bo'lish kerak, erkak bo'lish kerak. Hamma gapida turish kerak. Davay do'stlar, hammani omadini bersa, million pappichik bo'lib ketadimi? Alloh qaytargan ishdan qaytamiz.